Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Həftəlik xəbər analizi proqramımızı görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Qadirli görürmənlərimiz, bugün 2026-cı il 25-ci iyul şənbə. Hər şənbə günü bir həftə cəryanında vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə huzuruna sunub kelyatımız. Qınıqda aldı bilən bu həftədəki xəbərlərimizdən mavzularına göz yugurtub ötəyli. 18. növbətlik Dünya Şərq Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşu ötküzüldü. Maşinuri haqqında rəsmi qarar elan qılındı. Germaniya dairləri bir Uyğurnu Xitayğa qaytırdı. Xitay Türkiye filmlərdəki Şərq Türkistan gün tərtibinə qarşı numussuzlarca vasitə qollandı. Bu və bundan başqa bir qancha xəbərlərimiz болады. Əlbəttə, qadirli görürmənlərimiz hər həftə huzurunlarda buluyatqan xəbər analiz proqramımızda ötən həftə 18. iyul huzurunlarda buluşumuz gerekti. Lakin bugünkü birinci xəbərimizdə sunuğumuzdək 18. növbətlik Dünya Şərq Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşunun ki yığında boğallığımız üçün ötken hafta huzurunlarda bulanmadıq. Ama şu bütün yığın cəryanını saat huzurunlağa yığın cəryanında sunduk ve onun kendiki küllerdeki xəbərlərimi yazmış şekilde huzurunlarda buldu. Bugün inşallah 2 haftada nurgun xəbərlər boğan bolsunuz. Şunun içindeki en mühim xəbərlərini sunuşqa tirişimiz. Qınımdaqda başlayıp kessek. 18. növbətlik Dünya Şərq Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşu ötküzüldü. Qadirli görürmənlərimiz əlbəttə şu İstanbul'da Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti tərəfindən UDA hər yili ötküzülüb kelyatqan Dünya Şərq Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşu bu yılmı yana burunqudaklam nəhayət coşqun keyfiyyətdə dünyanın hər qaysı yerlərdən şu təşkilat rəhbərləri qatnaşqan şəkildə kızgın bir keyfiyatta 16. iyul İstanbul'un Zeytinburnu rayonundaki Kazlı Çeşme Medeniyet Merkezi'ndeki şu eçiliş murasim bilen başlandı. Elbette yukarı diginimdeki bu yığınğa dünyanın her qaysı yerlerden mihmallar qatnaşdı. Ve birinci gündeki eçilişte şu Şərq Türkistan təşkilatlarının məsulları, vəkilləri, şundaqla Zeytinburnu Kaymakamı, Doktor Adem Uslu qatarlıq hükümet əməldarları, Türk təşkilatları, Zeytinburnu şəhərlik hükümetinin muavin rəisi, jurnalistlər iştirak qıldı. Ve Zeytinburnu Kaymakamı Doktor Adem Uslu murasimde söz qılıb, Maarif Cəmiyyəti qurulğanlığının 20 yıllığını təbrik qıldı və özlərinin hər vaxt Şərq Türkistan davası üçün güc çıxırdığanlığını təkidlədi. Qeyrindaşlıq uçuruşu yığının davamı hər günü biz bütün cəryanını huzuruna sunup tutuq yazmış şəkildə 18. iyul Türkiye'nin Kocaeli vilayetinde davamlaşdı. Bu yılki yığın elbette ortak dava, küçülük teşkilat, əməli hərəkət degan şuar astıda bu temada ötküzülgen bulup bu qetimli qeyrindaşlıq uçuruşuğa Türkiye, Avropa dövlətləri, Türkistan Cumhuriyetləri qatarlıq köplügen dövlətlərindən gələn təşkilat məsulları, alimler, akademikler qatnaşdı. 2 gün cəryanındakı məclislər Şərq Türkistan Maarif Hərəkətinin quruluş basqıcı, qimmat qaraşdırı və təcrübə savaqları, İslam və Şərq Türkistan davası, Şərq Türkistan davası, təlim tərbiyə, milli kimlik və ictimai tərəqqiyat, Şərq Türkistan davası, siyasi təcrübələr, islahat qədəmləri və yeni yöneliş, Şərq Türkistan davası və həmkarlıq, qatarlıq baş temalar boyunca söhbət, münazirə, sual cevaplar asası davamlaşdı. İlgirikiden farklı halette bu kadar şu yığınğa iştirak qılğıcı hər qaysı dövlətlərdən gələn mehmanlarının aktiv fikir verişi, söz qılışı, nurgun məsələlərə həll cari tepişi degəndək əlbəttə köpüncisi yep haləti ötküzüldü yığın. Çünki təşkilatlar arasındakı bulunatqan bundan keyinki xidmət məsələsi də kən dairədə uçuk halette fikir oturğu qoyulğan şekilde davamlaşqanlığı üçün nurguni məxfi edib verildi əlbəttə. Umumi şekilde xəbər verdik, şu yerdə deyilgən sözlərini.
Qarindoshlik uchrashiga yana Sharq Turkiston xalqi uchun izchil ovoz chiqarib kelayotgan doktor Ihson Shano'joq Samsun viloyatidan kelib, yig'inga qadam tashrif qilib, tabrik va tilaklarni bildirgandan sirt, Sharq Turkiston istiqloliga bo'lgan shaksiz umidi va ishonchini qayta ta'kidladi. 18-yillik Dünya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashi 19-iyul kechda barliq ishtirokchilar oldida xulosa dokumenti e'lon qilish bilan muvaffaqiyatli oxirlashdi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Musajan bu yerda xulosa dokumentini o'qib o'tgandan keyin shu uchrashishga ishtirok qilgan har qaysi davlatlardan kelgan barliq tashkilot mas'ullari, vakillariga, akademiklarga, o'limalarga shu xotira shu yig'inninki ham ma'rif jamiyati qurilganligining 20 yilligini eslatadigan bir xotira hadiyasi taqdim qilib, yig'in oxirlashgan bo'ldi, qadrli ko'rmalarimiz. Albatta, dunyoning har qaysi joylarida faoliyat qilayotgan, har birisi o'z sohasida xizmat qilayotgan bu tashkilotlarimizga, bundan keyingi oldimizga bir yil jarayonidagi xizmatlarga utuq tilaymiz. Millatimiz uchun har turli nurg'un natijalik ishlarning ro'yobga chiqishiga umidvormiz. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Mashinro'y haqida rasmiy qaror e'lon qilindi, qadrli ko'rmalarimiz. Albatta, bu haqdagi bu xabarimiz aslida o'tgan hafta sunilishi kerak bo'lgan xabardi. O'tgan yig'inda bo'lib qolganligimiz uchun sunamadik videolik shaklni, lekin to'r betimizda tafsiliy holatda berdik, ya'ni bu xabarni. Albatta, Xitoy rejiminingki vatanimiz Sharq Turkistondagi mayli bu bo'lsin va bundan boshqa nurg'un shu qonxo'r vakillarini bir mazgil vazifa o'tagandan ya bu shaklda ko'zini yo'qotayotganligi bizga g'alati tuyulmaydigan bo'lib qoldi Uyg'urlarga. Bu qatim shunda bir dunyoni hayron qoldirgan, boshqa Xitoyni bilmaydiganlarni deylamdi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy nurg'un Xi Jinping atrofidagi nurg'un cho'ng amaldorlarni yo'qotganga o'xshash, Xitoy uchun eng muhim bo'lgan Sharq Turkistondan iborat bu yerda vazifa o'tagan, hatto Xitoyning Xi Jinpingning eng yaqin do'stlaridan birisi deb qaralayotgan Mashinro'y bir shaklda ko'zini yo'qotilib, andan keyin oxirida qaror e'lon qilindi. Bu xabar atalmish avtonom rayonlik Uyg'ur avtonom rayonlik partiya komitetining sobiq sekretari, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatininki bosh ijrochilaridan bo'lgan Mashinro'yninki vazifadan butunlay elinib, qonunga qanday xiloflik qilib ko'zini yo'qotilganligi xabari Xitoy tashviqot organi Xinhua agentligida berildi. Va shu yerda deyilgan so'zlarda Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi 30-iyun yig'ini ochib, ig'ir intizomga xiloflik qilish, qonunga xiloflik qilish bilan ayblangan Mashinro'y haqida qaror ma'qullaganligini shu xabarda tilga ilib e'lon qildi Xitoy. Xitoy rejimining qarorida Mashinro'yning g'oya e'tiqodiy va siyosiy maydonini yo'qotganligi, siyosiy intizom va siyosiy nizomlarga ig'ir xiloflik qilganligi, atrofidagi xizmatchi xodimlarining ig'ir intizomga va qonunga xiloflik qilishiga, jinoyatga chetilishiga ko'z yumganligi, tashkiliy intizomga ig'ir xiloflik qilganligi, o'zi va urug' tuqqanlarning belgilamaga xilof holda boshqalarni xizmatga o'rinlashtirganligi, qonunsiz holda g'oyat zo'r mol-mulk qabul qilganligi, jamoat xarakterlik, chiriklik shakllantirganligi qatorliqlar tilga ilingan. Biz hayron qoldikmi? Asla. Chunki bu va bundan ilgirki butun, hattoki Xitoyning o'zining ichidagi amaldorlarining chiriklikda, poraxo'rlikda, o'zining urug' tuqqanlarini ishga o'rinlashtirishda, ya'ni bu g'alitlik emaski Xitoyga nisbatan. Yani hammasi gelig'ichi buningga, bu patqoqqa, bu yunduga chilashgan nimalar aslida Xitoy tajovuzchilarining hammasi. Bu shaklda hamda shu shaklda xabarda qarorda shunda bir qaror olganligini tilga olib o'tgan Xitoy. Qarorda yana Mashinro'yga partiyadan qo'g'lash jazosi berilganligi, Xitoy reviziya komiteti tarafidan bo'lsa, ma'muriy vazifadan qoldirish jazosi berilganligi, uni Xitoy Kompartiyasi 20-qurultiy vakili salohiyatimi bekor qilinganligi bildirilgan. Oxirgi mezgillarda uning yig'inlardimi ko'z ko'rinmayotganligi haqidagi xabarlarmi
kelgan ta'minlab bilgandek. Maşinuri Xi Jinping başçılığındaki Xitay rejimi yaqinqi mezgillarda ko'zdan yo'qotgan yuqori darajalik amaldorlarning biri hisoblanadi. Qo'li Sharq Turkiston xalqining qiyni bilan bo'yalgan Maşinuri 2021-yil 12-oyning oxirida Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyatining bosh ijrochisi Qin Chuangoning o'rniga almashtirilgan edi. Hammalarga ma'lum bo'lgandek va 2025-yil 7-oyda Maşinurining o'rniga Qin Shaojang vazifaga qo'yilgan edi. Maşinuri Beijingga qaytirib ketilgandan keyin Xitoy Kompartiyasining ko'plagan muhim yig'inlarida ko'rinmagan edi va bu yil aprel oyida uning intizomga, qonunga ig'ir xiloflik qilish degan sabablar bilan tekshirilayotganligi xabar qilingan edi. Bularning hammasini albatta o'z vaqtida mush xabarlar chiqqanda huzurlarga sunduq bu xabarlarni. Maşinuri Sharq Turkistonda vazifa o'tagan 4 yilga yaqin vaqt jarayonida Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomli kuchaytirib ijro qilgan va bu jinoyatlarni xalqaro jamiyatdan yoshirish, pardozlashga alohida kuchigan. Navbatda Maşinurining o'rniga kelgan Qin Shaojangmi Xitoyning Sharq Turkistondagi sistemalik irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomli kuchab ijro qilayotganligini hammamiz aniq bilamiz, dunyo biladi. U kessi bu keladi, bu kessi u keladi. Ammo bu jinoyat, bu qirg'inchilik, bu bostirish yildan yilga birining keyindan biri kelgan bo'lsa, ojizlash u yoq tursin, kuchayib menyapti. Bu bir haqiqat. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Germaniya doiralari bir Uyg'urni Xitoyga qaytirdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu xabar o'tirg'i chiqqandan buyon bütün dünyadaki Uygurlar bilmeyen Uygur qamagan bo'lsa kerak. Tafsilotiga hali doktor Erkin Akram bilan suhbatlashgan vaqtida kiramiz. Buningki mayli ijtimoiy fikr vositida bo'lsin, mayli istiqlolda berilgan xabarlar bo'lsin, xalqimiz nurg'un shaklda har xil inkaslarni yozib o'tadi, har xil fikrlarda bo'lib o'tadi. 21 yoshlik Arafat Adil 2017-yili ailesi bilan chet elga chiqib, Turkiyada yashab kelgan va keyin Turkiya fuqaroligiga erishgan. U 1 yil burun Germaniyaga panohlik tilab borgan bo'lib, panohlik bosqichlarining tamomlashini kutib turayotgan mezgilda uning onasi tuyuqsizlanib 21-iyul ijtimoiy taratqularda silliq chaqiriq tarqitib, o'g'lining Germaniya soqchilari tomonidan tuyuqsiz tutib ketilganligini va uni Xitoyga qaytarmoqchi bo'lganligini mushu sinda yordam talab qilib taqib qo'ysanglar deb e'lon qilish bilan dunyo bilgan bo'ldi. Tashkilotlar albatta tegishli buning keyin yo'lni manqalligini bildik. Afsuslanarligi bu chaqiriq e'lon qilingandan keyin Arafat Adil qisqa vaqt ichida Germaniya doiralari tomonidan Frankfurt aerodromidan Beijingga yo'lga selib o'tilgan. Qashqar vaqtining dalillashicha Frankfurtdagi Turkiya konsulxonasining bir amaldori Arafatning 21-iyul shu joy vaqti soat 14:17 da Frankfurt aerodromidan yo'lga chiqib, 22-iyul atiganda Beijingga qo'ngan aeroplanda yo'lga selib o'tilganligini bildirgan. Turkiya amaldori Germaniyaning munosabatli ko'chmanlar idorasi bilan aloqalashib, Arafatning Turkiya fuqaroligini isbotlaydigan kimlik hujjatlari bilan ta'minlash orqali uning Xitoyga qaytarilishining oldini olishga tirishgan. Ammo bu isbotlarga qaramay, Germaniya doiralari bosh elchixonaga Arafatni Xitoyga qaytarishning plan bo'yicha ijro qilinganligini aytgan. Ammo Xitoydagi Turkiya bosh elchixonasining alohida kuch chiqarishi bilan uning 23-iyul saharda Beijingdan Istanbulga salomat qaytib kelib, oilasi bilan jam bo'lganligi haqidagi xabarni hammamiz bildik, qadrli ko'ruvchilarimiz va hatto Selçuk Universitetininki o'qituvchisi doktor Adiljon Aruyg'urmi biz istiqlolninki bizning so'rgan savollarimizga bergan javoblarni yozma xabarimizda tafsiliy holatda sunduq qiziquvchilar u yerdan ko'rvasi bo'ladi. Ba'zi nurg'un xil fikrlarni o'tirib qo'ydi. Shunga bu masalada uzun hozircha to'xtalmaymiz deyli. Suhbat jarayonida ba'zi savollarimizni doktor Erkin Akramdan so'raymiz. Xo'sh, yana bir xabarimizga o'tib ketsak, Xitoy Turkiya filmlaridagi Sharq Turkiston kun tartibiga qarshi nomussizlarcha vosita qo'llandi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu Xitoy tajovuzchilarininki, ya'ni qilchilik yuzi chimildab qolmaydigan darajada nomussizligini pat-pat holatda boshqa davlatlarga bildirgan ifodalarni ko'rib olamiz. Bu qatimmi bu nomussizlikni ishlatib dunyoda ham Turkiyada bir rasvo bo'lganligini aslida bilsa Xitoy rasvo bo'ldi desak bo'ladi.
Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Turkiyada alayida qarshilikqa erishgan televiziya teatri Fatihlar Sultani Mehmet ko'p qismli televiziya teatri qo'yilyotdi yillardan buyon. Nihoyatda olqishga erishgan, dunyodagi nurg'un tillarga tarjima qilinib, eng Turkiyaning bo'lam emas, boshqa nurg'un tarixiy filmlarmi yillardan buyon butun dunyoda yuzlagan davlatlarda qo'yilayotganligini bilamiz. Nihoyatda cho'ng ta'sir ko'rsatayotgan bir filmda bu yerda Uyg'urlarga atalgan bir necha minutlik ko'rinish Xitoyni qattiq bearam qilgan bo'lib, Xitoy numussiz vosita bilan Turkiyaning aloqador organlariga, shaxslarga besim tushirishga urindi. Aloqador xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi Mahmud Yaqub ismli bir Uyg'urning nomi orqali Turkiyada qo'yilayotgan Fatihlar Sultani Mehmet nomli televiziya teatrining 66 qismidan o'rin olgan Yarkent xalqi elchilarining Fatih Sultan Mehmet bilan ko'rishganligi, Uyg'urlarning Xitoyning zulmiga uchrayotganligini aytganligi haqidagi ko'rinishning haqiqatga uyg'un bo'lmaganligi, Uyg'urlarni va Xitoylarni kamsitadigan, haqorat qiladigan ifodalarning borligini da'vo qilib, Xitoy advokatlik idorasiga vakolatnoma bergan. Amaliyotda bu Xitoyninki albatta Turkiyada bu xabarni kun tartibga ilib kelguvchilarmi butunlay Mao zihniyatidagi Turkiyadagi muxolif media kanallari, tor betlari, kanallari kun tartibga keltirdi. Boshqa kanallarga, mayli davlat televiziyasi bo'lsin, hech qaysi bu Xitoylarninki bu kun tartibga ilib kelgan bu narsaga parvo qilib qo'ymadi aslida. Kun tartibga bular ilib kelgandan ijtimoiy fikr vositalarida g'ulg'ul qo'zg'agan bir masala bo'ldi. Xabarni amaliyotda ularning bergan xabar shaklida Xitoy alayida bir Uyg'urni akilib bir Mahmud Yaqub ismli bu Uyg'urga shikoyat qilib, xuddi u yerdagi bizning Sharq Turkistonda shu Turkiyada qo'yilayotgan barliq filmlar Echiplam konopkini besipla xalqanni Uyg'urlar ko'ralaydigandek. Yillardan buyon Sharq Turkiston xalqi o'z vaqtida bu tarixiy film emas, yani tamamen uydirilgan Turkiyaning har qanday bir filmini ko'rganligi uchun sonini biz bilamaymiz albatta. Shu Turkiyaning u narsasini ko'rdim, bu narsasini ko'rdim deb turmida yotgan, tutib ketilgan sanoqsiz xalqimiz bor. Turkiyaning qaysi filmini bugun Uyg'ur echib ko'ralaydi? O'ylab boqaylik yani. Bu derecede numussizlarcha bir Uyg'ur ko'rib, uning ichidagi narsani amaliyotda bunun keyinda tamamen perdenin keyinda Xitoyning qilayotganligini normal bir yani kichik bolama bilalaydigan darajada hamda. Xitoy xudo perdening og'isi o'tib olib, Uyg'ur buni shikoyat qilib, Uyg'ur ko'rib, voy mening Uyg'ur millatimga haqoratgan so'zlar va buning ichida Xitoy xalqiga haqoratgan so'zlar ishlatilibdi. Bu tarixiy ma'lumotlarga, tarixiy bu zaman meselesiga uygun kelmeyen bir narsalar var bu deb. Uyg'ur qo'pib, Uyg'urning og'zi bilan bir tarix advokatga vakolat berib, u Uyg'ur, u advokat qo'pib, uning kendidan tarix ma'lumoti va organga mushu filmdagi, mushu qismdagi masalalarni tarixiy zaman meselesida uygun kelamdiki bu yerda nimalar so'zlandi deganga, uningdan bir dokulat elib, u dokulatga asosan Turkiyadagi TRT'ga ve şu filmni işləyiciga senarist, senariya yazğıcı, film işləyiciga hammasiga ayrım holatda ogohlantirish qayta avatganligini mayadagi Xitoyning so'zchilari, Xitoydan bakrak Xitoy bo'lib so'zlaydigan kanallar va shaxslar buni kun tartibga keltirib, ijtimoiy fikr vositalarini qo'chishga tirishdi. Deganimizdek uzun xabar tafsilotini to'g'rimizda berdik. Shuning bilan bu yerda TRT resmi organ bo'lib bilan bunga javob berishga arzimaydiganligini bilganligi uchun qat'iy bunga javob bermadi. Ammo Fatihlar Sultani film mushu Mehmetniki film ishliguvchisi Ayyub Gökhan O'zakin bo'lsa, X hisobida Xitoyga rasman ham Xitoyga ham Turkiyadagi Xitoyning zuvandozlariga yuziga eng qattiq urilgan shapaloq misoli cevap verdi X hesabıda. Ve bu minglığan, yüz minglığan kişiler tarafından hakikaten uğalvaldak cevap oldu bu da. Türk halkının alqışıga erişti bu cevapla. Biz onu elbette şu günler ictimai fikir vasıtalarımızda, haberlerimizde bəduq tefsili halette. Xulası gap bir yerde degan sözü Ayyub Gökhan O'zakin'ninki. Bu şey men qilmaymiz.
Zürür bolsa yana ishlaymiz. O'zlari aytishini talab qilibdi Xitoy. Lekin Sharq Turkiston va Uyg'ur turklarini yetarlik darajada kun tartibga elib kelolmaganligimiz uchun uzr aytamiz. Mush so'zlarda chiqadi-ku. Uzr aytamiz. Yetarlik qilolmadik buni. Buningga uzr aytamiz agar uzr aytish to'g'ri kelsa. Sharq Turkiston ummatining yetimidir. Uyg'urlarga kichikina bo'lsin madad bo'la olgan, kuldiradigan bo'lsak, bu bizga xushallik beg'ishlaydi deganlarni ta'kidlab, so'zning oxirida so'zchi televiziyasi uni o'tirib qo'yganligi uchun Xitoyning suvani bu so'zchilik qilayotgan bular sizlar bu xabarni ya'ni Xitoydan haq elib turib kun tartibga olib keldingmi yoki unda o'z ixtiyoring bilan olib keldingmi buni bilmayman, ammo sen so'zchilikni qilayotgan Xitoyga yana so'rab beqinglar, boshqa deydigan bir gap bormikan deb oxirlashtirdi bu ekistiki so'zini. Demek nayeti güzel bir cevabını ağam buldu. Televiziya teatrının 5'ida Xitoyning shunchalik nomussizligini yani ko'rib olsak bo'ldi. Bu hikoya va personajlar tarixdan ilhom elinib to'qib chiqildi deb har filmning 5'ida bu xat chiqqandan oldin boshlandi. Mayli tarixiy film bo'lsin, bu bir hujjatli film emaski yani har narsa dokulat bir narsa uyg'un kelishi. Film ismi ustida film yani. Bunun nurgun narsini to'qib, nurgun hayajonli sahnalarni o'tirib qo'yish kerak. Buni bilmaydigan yerda emas, ammo bu ushuq nomussiz Xitoylar bu shaklda bir maydon o'yin o'ynamoqchi bo'ldi o'zicha, ammo rasvo bo'lib nimaning qacha degan bo'ldi oxirida. Demak, qolgan tafsilotini va xalqimizmi nurgun inkoslarni bildirgan bo'ldi buningga. Ammo bilisizlar, pek ko'p uzatishning hojati yo'q. Ko'mganlar bo'lsa, ko'rishinglarni tavsiya qilamiz bu filmni. Xo'sh, yana boshqa bu haftadagi qisqa xabarlarimizga biz ko'z yugurtaylik. Yaponiya, Filippin, Amerika qatorliq 14 davlat xalqaro kesim sotining tarixiy qarorining 10 yillik munosabati bilan o'rtaq bayonot e'lon qilib, Xitoyning Janubiy dengizdagi igilik huquq da'volarini rad qiladiganligini ta'kidladi. Yillardan buyon bu masalani qancha qadim suhbatlarni o'tkazdik doktor Erkin Akram bilan. Xitoyninki bu rayonda beshamlarcha, nomussizlarcha ushuqlik qilayotganligini bilamiz. Bu qarorning Xitoyning da'volarining butunlay yo'lsiz ekanligini 10 yil burun xalqaro kesim soti e'lon qilib bo'lgan narsa. Lekin hozirgacha Xitoy ushuqlik qilyapti. Mush munosabat bilan 10 yillik munosabat bilan bu davlatlar 14 davlat yanada Xitoyni haqsiz deb rad qilganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Ironda umumyuzlik urushni qayta boshlashni muzokara qilayotgan bir vaqtda Amerika hukumatı harbiy tanlashlarni ko'paytirish uchun O'rta Sharqqa qo'shimcha askar, tibbiy xodim va qurol-yarog' avatayotgan bo'lib, 13 kundan beri davomlashayotgan urushda tunji qatim B1 bombardimonchi aeroplanlari ishlatildi. Xo'sh, yana kelsak xabarimizga. Amerika dengiz qirg'oqi mudofaa qo'mondonlik shtabi Xitoyning Tayvan va Janubiy dengiz tabiatligini kontrol qilish urinishlariga qarshi ilgari O'rta Sharqqa o'rinlashtirilgan 6 dona tez suratli harbiy paraxodini Singapur bilan Filippinga yo'tkadi va mazkur paraxod piloti G'arbiy Tinch okeanda vazifa o'tashga boshladi. Angliya Telegraf gazeti sun'iy amroz suratlariga asosan Xitoyning Taklamakan qumliqida Amerika urush paraxodlari, urush aeroplanlari, Yaponiyadagi Amerika dengiz armiya bazasi va Tayvandagi muhim davlat binolarining taqlidiy modellarini qurib, yuz berish ehtimolligi bo'lgan Tayvan harbiy harakatiga tayyorlik qilayotganligini ilgari surdi. Bu xabarni tafsiliy holatda ba'duq nurg'un sun'iy amroz suratlari va g'ulg'ul qo'zg'agan xabar, chunki nurg'un dokumentlar bilan o'tirib qo'yilgan bir xabar. Tayvan doiralari iyun oyida orolning dengiz tabiatligida harakat qilayotgan Xitoyga tava paraxodlarning ko'rinarli ko'payganligini, Xitoyning maqsadining faqat dengiz qatnashini to'salg'iga uchirishlar emas, balki savdo paraxodlarining portlarga kirishini to'sib, Tayvanning ta'minot liniyalarini uzib tashlashga urinish ekanligini aytdi. Bu yerdagi jadal majramo yana shu birinchi kundagidek qiziq holatda turibdi. Amerika prezidenti Donald Trump 2020 yildagi prezidentlik saylamiga Xitoyning uchur o'g'irlash orqali qo'l tiqqanligini, 220 million Amerika fuqarosining shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlaganligini, buni isbotlaydigan hujjat borligini ilgari surdi. Va oldimizdagi 3-noyabrda orliq saylamning 3-noyabrdagi Amerikada o'tkazilgan bu orliq saylamning bexatarligining muhimligi haqida ogohlantirdi. Xitoy bo'lsa beshamlarcha buni inkor qildi-ku.
Lekin Trump men agar zarur bo'lsa dalil isbotlarning hammasini oshkorlab o'taman deb Xitoyga, ya'ni buni men havodan suvdan gap qilmayapman degan shaklda o'tirib qo'ydi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Yaponiya doiralarining yadro quroliga qarshi 3 prinsipni qayta ko'zdan kechirish va ittifoqdoshlarining yadro qurollarini o'z territoriyasiga o'rinlashtirish masalasida ching tursa, intayin ig'ir badal to'laydiganligi haqida jar soldi. Aslida bu gapni deydigan eng oxirgi rejim bo'lish kerak. Eng oxirgi inson bo'lish kerak. Xitoy numus qilsa, mazaq qilinishga tegishli bir so'zlarda numussizlarcha ifodalar. Endi vatandan yangi chiqqan ismini oshkorlashni xohlamagan bir shohid Istiqlol televiziyamizga tuvandagi uchurni, tuvandagi ma'lumotni berdi. Birinchi, Xitoy ishg'olchilari navbatda Sharq Turkistonga chet eldan Xitoy pasporti bilan kirgan Uyg'urlarni eng az 10 yillik qamoqqa hukm qilmoqda. Ya'ni vatandan 2 oy burun nurg'un yo'llar bilan chiqqan biri bizga ismini oshkorlamay turib bu ma'lumotlarni berdi. Ya'ni bo'layotgan amaliy ishlarni. Ikkinchi, Yangisar nahiyasiga keng ko'lamda jazo lagerlari salmoqda. Xitoyning oldimizdagi yillarda qandaq bir nejis planni o'ylayotganligini bildirib bu shaklda ifoda berdi. Uchinchisi, Xitoy yaqinda Qirg'izistonga ko'p sonda istixborot xodimlarini chiqarib, u yerdagi Uyg'ur tijoratchilarining ba'zilarini qaytirib ketish yoki o'ziga bog'lash uchun harakat qilmoqda degan shaklda bu ma'lumotlarni berdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz. Xo'sh, demak bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat. Undaqda yana bormi ya? Qapti bir semedi Germaniya bosh ministri Friedrich Merz bilan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Germaniyada o'tkazilgan 26-navbatlik Fransiya-Germaniya ministrlar kengashi yig'inida mudofaa sanoatidagi hamkorlikni chuqurlashtirish va sentabr oyigacha Xitoyning adolatsiz savdo qilmishlariga qarshi o'rtaq yo'l xaritasi tayyorlashni qaror qildi. Oldimizdagi sentabr oyigacha buni bir planni tuzaylik degan shaklda. Ve bu ko'rinishlarni bugun e'lon qildik, hammalarga ma'lum bo'lgandek, Xitoyning shu Qirg'izistonda yashayotgan iqtisodiy o'rni va madaniyat ta'siriga qarata sezgirlik kuchayotgan bir vaziyatda, amaliyotda Qirg'iziston va boshqa Qozog'iston jumhuriyatlarda Xitoyning kun sari ta'sir doirasini kuchayotganligini bilamiz. Qirg'iziston intayin to'g'ri bir qarorni ijro qilishga amaliy boshlagan, olqishlashga tegishli bir qaror albatta. Bir milletning, bir davlatninki ichiga kirib, sen dunyoning hech bir yerida bunda bir beshamlik numussizlik olmaydi. Sen Xitoyning o'zingning davlatidimi? Ya, o'zingning davlatida qil bunday ishlarni. Boshqa davlatga kelib, hatto u davlatning o'zining tilidami yo'g'on shaklda bunday yuz berib, yon-yoniga. Buning nurg'un bir qonun, qoidalar bo'ldi-ku. Ammo bu numussizlar kun sari haddidan eshib qilayotgan bu ishga vaqtida Qirg'iziston bu yerda tadbir elib bu şekilde davlat tilini qo'g'dash qonuni ichida davlat tili qonuniga asosan davlat miqyosida Xitoycha e'lon viviskalarni elib tashlashga boshladi. Va buni butkul doirlar bundan keyingi bosqichdami butun Qirg'izistonning hamma yerida umumyuzlik qattiq ijro qilinadiganligini e'lon qildi. Asosliq ko'pinchisi butun chet el tiliga qartilibdi, ammo asosliq butunlay Xitoy tili eng ko'p bo'lganligi uchun bunga jiddiy shaklda hatto bostirib tekshirishlardimi 1 soat vaqt beribdi. Do'kondorlarga xabarning tafsilotini qarasak, 1 soat vaqtida hargiz qilib bo'lmaydi. Keliblar bostirib keliblar shu suratni ko'rgandek darhol buzib tashlab, so'kib tashlab qattiq ijro qilib o'tibdi. Demak, bu shaklda qadrli ko'ruvchilarimiz, agar doktor kirgan bo'lsa, suhbatimizni boshlab ketaylik. Assalomu alaykum. Selam. Hurmatli doktor, oldi bilan qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Rahmat. Doktor, endi oldi bilan biz shuning bilan boshlaylik shu. Necha kundan buyon Germaniyadan qaytirib o'tilgan Uyg'ur 21 yoshlik bu Arafat Adil masalasi ijtimoiy fikr vositini bir g'ulg'uli qo'zg'agan masala bo'ldi. Ya'ni ham albatta nurg'un kishilar xalqimiz har xil inkoslarda xabarlarimizning ostiga bo'lsin yoki
bu xabarlarga xilma-xil inkaslarni bildiryotdi. Men o tafsilotga kirmay shunda bir savol so'ramoqchiman. Tunugun Qurultay TV'de o'tkazilgan, Qurultayning TV'sida o'tkazilgan u bola bilan o'tkazilgan suhbatni men ko'rdim tafsiliy holatda. Shu ifodalar oldi bilan bu yerda Germaniyaningki albatta uni qaytirib o'tishi, Germaniyadagi bir davlatninki, kishilik huquq o'g'irlayotgan davlatninki bunda bir Uyg'urni qaytirib o'tishi albatta hech kim qabul qilmaydigan bir masala. Oldi bilan buni bir ta'kidlaydi. Lekin bu yerda soqchilarga o'zininki ahvolini, Türk fuqarosi ekanligini, qaytirsa bo'lmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, soqchilarning bir shu suhbatda shu bola bildirgan ifoda diqqatimni tortdi hamda. Bu yerda seni qaytirib olsak, Xitoyga qaytirib olsak hech qanday bo'lmaydi. Bu nurg'un Uyg'urlarning qaytib kelib yurdi bu yerda. Hatta sen chiqqan aeroplandami Uyg'urlar, boshqa Uyg'urlar bor degan ifodani shu German soqchilarining deganligi buni o'tirib qo'ygan. Demak, bu yerda biz necha vaqtdan buyon to'xtalayotgan shu Yevropa pasportlarimi Xitoyning shu zulm yo'q, bizda hamma narsa gullik gulistonlik bo'lib ketdi degan Xitoyning tashviqotiga moslashayotgan Uyg'urlarningkimi, hatto German doiralari tarafidanmi sizlarga unday hech qanday bir tutib qo'ygan ish yo'q, chunki berib kelyotadigan o'xshaydi degan bu ifodani buningga bildirishi diqqat tortgan bir nuqta bo'ldi. Aldidan bu ya'ni menib kelayotgan, berib kelayotganlarning Uyg'ur davosiga keltirgan ziyinni bu yerdan ko'rib olish bo'lamdi yani. To'g'ri. Ya'ni bu keyingi yillarda vatanga berib kelgan Uyg'urlar xeli bor. Ya'ni Yevropadan Turkiyagacha, Amerikadan Kanadagacha. Xo'sh. Bular bu chet elda bu davlatlarga murojaat qilganda, bo'libmi shu panolik tilgan vaqtida, ya'ni zulm ko'rganligini Xo'sh. ilgari surib, buni deb qabul qilg'izgan. Bundan keyin qarasa, bular berib kelgandan keyin bu hukumatning, ya'ni qaysi davlat bo'lsa, hukumatning Uyg'urlarga bo'lgan bu ishonchlik ojizligan gap, ya'ni bu masalada buni ko'rgili bo'ldi. Shuningga bu Uyg'urlar rost gapiryapti, yolg'on gapiryapti degan bir gumonlikmi paydo bo'ladi. Bu xalqaro munosabatda davlatning bergan ishonchliklar xuddi insonlar orasidagi munosabatda bu ishonchlik berish bu eng muhim bir mesele bo'yicha. İşkence berilgan vaqtida xalqlar senga yardım qiladi, işkence berilmagan vaqtida senga onchilikcha yardım qilib ketamaydi. Shuningga bu ahvolga qaragan chaqda Uyg'urlar bu davlatlarga bergan ishonchlik ojizliganligini ko'rsatdi. Bu ma'vu panohlanganlar shunday. Misalga Turkiyada ba'zi Uyg'urlar Daeshchi guruhlarga qaytilib, Turkiyada ba'zi xavfsizlik meselelerine aralashib qilib, Türkiye'de mi Uyg'urlarga bo'lgan ishonchlikmi ojizladi. Shuningga bu mesele ciddi bir mesele. Buni qanday hal qilish kerak? Bu tashkilotlar bir araya kelib buni muzokara qilishga to'g'ri keldi. Shuning bu mamlakatga borma, vatanga borma, urug' tuqqanni ko'ma degili bo'lmaydi. Bu insoniyatninki bir tarafi bu. Ama borgandan keyin hozir siz degandek bu ahvol paydo bo'lyotdi. Agarda Germaniyada bu ko'z qarash bo'lsa, ertaga buni Fransiyada, Angliyada va boshqa Yevropa davlatlarida bunday ahvollarni ko'rib bo'ladi deb o'ylayman. Balki ularni tushunib bo'ldi deb o'ylayman. Xo'sh. Endi mushu bolaning yana tunugungi suhbatda bergan ifodasida yana bir nuqta var. Buni Germaniyadan opirib Xitoyga topshirib beribdi. Xitoy shu chegaradan o'tadigan pasport tamg'urdigan yerga opirib buning pasportini, qog'ozlarini hammasini, ya'ni deport qilingan qog'ozlar bilan birga. U yerdan da Xitoy akirib boshda so'roq qilib, bu yerda shu qattiq gap qilgan degan gap ifodalarni bildiramdi. So'roq jarayoni shunday bo'layotganda, ammo bir telefon kelib qoldi. Telefon kelib, u chiqib ketib telefon so'rab kirgandan keyin muomalasi o'zgarib, "Men yaxshi bo'lib qoldi" degan bir ifoda. Va u bola Turkiyadan birisi yoki shu yerdagi Turk konsul telefon qilgan bo'lishi mumkin deb qarayotgan. Siz normalda bu siyosiy diplomatik aloqalarda sizki bu yerda Xitoyning qo'lida so'roq qilinayotgan birisiniki Turkiyaninki Beyjingdagi bir konsuli u yerdagi soqchiga
telefon qilish ehtimoli mumkinmi? Kim telefon qilgan bo'lishi mumkin yoki Xitoyning shu bexatarlik organlari tarafı telefon qilib bu yerda Xitoy bir changchilik o'ynamoqchimi? Siz qanday qaraysiz bunga? Bunun arkasında ajna oyunlar buluş mümkün. Ama o telefonla arka görünüşte nimeler bulup ketdi, onu belki yaxşı bilmeyim hem de. Xo'sh. Fakat Xitoy chetdan qaraydigan bo'lsak, Xitoy shu Uyg'urlarga qarata bir ma'lumotlarni bir markazga yig'ish deydigan bir plani var. Buni Ürümçi merkezlik bütün şu Uygurlarga bulupmu gumanlık olan Uygurlar hakkında nurgun malumatlarını yığgan gep. Ve bu çigiradan kirgenlerinin içinde kirgen Uygurlarının şu dereceyle ayrıydıgan ahvallar var. Yani nayda xavip, orta xavip ve az xavip deydigan adamlarının tizimliği buludu. Bu adamlarınki pasportu şu nimege kompüterga kirgen hamatla o abaqiman degan ma'lumotni bir markazga yig'ish degan yerdan darhol bir javob keldi. Kelgandan keyin buni ya tutadi ya tutmaydi yoki qo'yib o'tib buni kuzatib qiladi hamda kirib bo'lgandan keyin. Misalga ba'zi Uyg'urlarma shu keyingi yillarda Xitoy bizni qilmaydi deb berib tutilib qolgan va Juliusoda tutilib qolgan odamlar bor, ya'ni Uyg'urlar. Hammasi rahat berib kelgani yo'q, ba'zilar tutilgan ahvollarni anglayapmiz, tuyapmiz. Hamda buningki orqada bir telefon kelib qoldi degani, agarda bu biz tushungandek rost bo'lgan bo'lsa va bu shundaqla Turkiya tarafdan bir qo'l solgan bo'lsa, u vaqtida bu qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Ama Xitoy agarda buni tutman deydigan bo'lsa, sen burun Xitoyningki grajdanidin hozir men seni xohlagancha tutalayman deydigan bir qoidasi bor. Bo'libmi Xitoy shu nurg'un davlatlar bilan jinoyatlarni qaytarib berish degan qonunga imzolashgan bular. Bu qonunninki ma'lum moddalarida bu grajdan degan hukmni ishlatmagan. Xitoyning xalqi deb ishlatgan. Xo'sh. Grajdan bo'lgandan keyin, misolga Turkiya grajdani bo'lsa, sen tutamaysan. Bu xalqaro qonunga xilof. Ammo ekanni Xitoyning xalqi deb mundaq ifoda qilsa, u xohlagancha tutalaydi. Bu yerda bir qonun hukm o'ynashni qilyapti-da. Agarda bu balada unda bir xavf ko'mgan bo'lsa, Turkiya aralashgan bo'lsa, o vaqtida qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Ammo Turkiya grajdanı bo'lib, Ürümçide ve ishkirlarda tutilib turmalarda yetayotgan nurg'un Uyg'urlar bor. Buni bilamiz. Ammo nemishga Turkiya aralashgan taqdirda bularni qo'yayotmaydi? Bu bir savol. Hem Xitoy pasporti bilan beriqlikda ham dadir. Xitoyga tushgan vaqtida endi Xitoy pasporti bor. Yani Türk pasporti bilan u yerga tushib, bunda Türk pasporti bilan avatilmadi-da hamda Xitoyga. Şununla bu aksıda Türkiye bağımı yok mu bunu bilmeyimiz. Çünkü bu bala hakkında haber çıkandan keyin Kurultay nurgun Germaniya olsun ve başka kanallar olsun, özünün bildiğin kanallardan şu meselelerini anlatışqa ve kutquzuşqa tirishqa başlagan. Ola arka planda nimelerini kıldı, kim bilen sözleşti, qanday qildi, qanday qutqazdı. O tepsili kısmını belki uçuk demeydi belki. Ama hazırki görüngen ahval şu siz degan bir ahval vardı. Hoş. Demek ki bir yerde Xitoyninki oylangan bir meseleler buluş mümkün. Çünkü bu nimede Amerika'nınki bu EP degan bu nimede ajansta haber çıktı bu. Bu dünyanın en tonulgan, bilingen işkencelik bir ajans bo'lg'achqa buningki xabari butun dunyoga yayildi. Ve nurg'un gazetlar farklı tilda mushu xabarlarni bergan bo'ldi. Shuning bu ish cho'ng'ib ketmasin deb Xitoy bunga biroz diqqat qildimi, onu bilmaymiz. Bazı meselelerni arka planni
arka görünüşünü pek yaxşı bilemeymiz endi. Yalnızla tahmin kılalayımız şu. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Endi shu onasininki, shu yuqoridagi xonimninki tunji e'lon ijtimoiy uchur vositalar chiqib mendaq Beyjan qaytiribdi degan nidosi bilan taqaldi endi bu xabar. Endi bu bolaninki nemasamda 2017-yilda kelgan ekan, chet elga chiqib Turkiyada yashab, keyin Turkiya fuqaroligiga erishgan. Ama bu yerda biz bundan burun shu Turkiyada shu Türkiye fuqaroligiga erishib bo'libmi, yana boshqa davlatlarga mangan vaqtida har xil u yer bu yerda tutilib qolgan yillardan buyon buni anglab kelyapmiz. Ya'ni shuna Türkiye fuqaroligiga erishib mangan vaqtida pasportni Turkiyaga qo'yib degandek har xil, ya'ni shu Xitoy pasporti bilan u bu davlatlarga mangan vaqtida chegirda tutilib u yerda beshiga balo kelib degandek. Bu ishlarni ko'p uchirtyapmiz hamda. Hamda sizcha hamda normalda hamda shu Turkiya fuqarosi olgan Uyg'urlarimiz hamda qaysi sabablar bilan u yoq bu yoqqa ketsin? Bu Türk fuqarosini Turkiya fuqaroligiga erishishdan burun mashada o'zininki Xitoydan zulm tatqanligini, Xitoyda onda bo'lib ketdi, manda bo'lib ketdi, ya'ni Xitoydan shikoyat qilib turib hamda oladi-ku hamda istisnoiy vatandoshlikni, fuqarolikni. Buni ep bo'lgandan keyin yana bir turkum Uyg'urlarniki, yana shu Xitoyning pasportini o biriniga cho'rib tashlab o'tmay, uni bir shaklda u yerda ishiltiman deb ishlatishi. Turkiyaga nisbatan siz bir Türk bir mas'ul bo'lsangiz, Turkiyadagi bir amaldor bo'lsangiz sizga sen Xitoydan yomon kun ko'ribsa deb sizga bir Türk fuqarosini sizga bir o'zining garajdanligi qabul qilsa, uning keyinda siz uningki pasportini tashlab qo'yib u yerda shundan chiqishi Uyg'urlarga qanday bir salbiy ta'sir keltirdi? Uyg'urning yuziga qanday bir narsani keltirdi sizcha? Shunday qilishi bir axloqiy jihatdan to'g'ri bir ishmi? Bu birincisi bu düşünce meselesi. Yani bir devlette yaşap bakmagan ve grajdanlık degen nersinin nim bolganlığını ve milli devletinin ki bu haklarını ve asas kanunun belgen bu hakları ve asas kanunun talep kılgan mesuliyetlerinin bilmegenliğini gösteriyor. Türkiye'ye grajdanlık ötken vaxtıda gerçi bu kasem işkizmeydi ama bazı devletlerde kasem içip durup yani o devletninki asas kanunlarına xilaf kılgan takdirde o devlet bu adamlarını boş koymaydı hem de. Bu Türkiye'de şu nime xavfsizlik sebepten tüpeyli nurgun Uygurlarınki grajdanlığı çıkmagan. Hatta şu nime ikametini mi alamaganlar. Hele hem minglarcha var bunda Uygur. Şundaqa. Bu şu Uygurlarga bo'lgan ishonchning bo'lmaganligini ko'rsatdi. Nurg'un şu devletninki munosabatlik organlari bilan, ministerlari bilan ko'rishgan vaqtida deydigan gibi şu xavfsizlik tekshirish davom qilyotdi. Bizning qo'limizdan kelmaydi. Çünkü bular shunday terror tashkilotlari bilan bir münasebeti vakya, şu vakya, bu vakyada. Bununla karta yani devletinin milli xavfsizlik siyasetdeki taqaşqandan keyin sen o ministerlarga yalvursan mı o qıpıramaydı hem de. Bununla edişip hem de hazır siz degandek Xitoyda zulüm var, biz miyada yaşamasak olmaydı deb grajdanlıqni ilib, onun ki Xitoy mangan taqdirda hem de Türkiye bu grajdanga kirdigan adamlarni çim tutadigan bir ahvol bo'lib qoldi. Bo'libmi shu xavfsizlik tekshirish deydigan bir bosqich bor. Bu xavfsizlik degan vaqtida soqchi idorasi, soqchi idorininki istihborot tashkiloti, devletning milliy istihborot tashkiloti, bu bolani to'naydigan muhitlar, to'naydigan bildigan odamlar hammani izlab uningga bir doklad yozdi. Bu dokladni burun şu bir qancha kişi oturup bunu bahalaydı. Bulam ötküzütelim mi, ötküzmeyelim mi deb. Hazır bu sünni akıl çıqqandan keyin texim asan bu işlerini kılalaydigan bo'ldi. Çünkü bütün idoralarninki misalga Erkin Ekrem'nin hakkında bütün ma'lumotlar, bütün idoralarda, xil idoralarda yozilgan bo'lsa, bütün idoralardagi ma'lumot
bir vaqtda bir sekundning ichida hammasi bir yerga kelib va bu hisob bilan buni chiqara oladi va uningga nomer beradi. Misoliga 55 nomeri bo'lib qolsa, o'tamaydi. Ya'ni 55 nomerdan jiq bo'lish lozim. Degandek shunday uslublarni ishlatadi. İşletgandan keyin Uyg'urlarning bo'libmi, bir gunoh Uyg'urlarningki shu Turkiyaga yoki boshqa davlatlarga grajdanlik o'tishda qiyin bo'ladi. Ve o'tgan taqdirdami Uyg'urlarga bo'lgan ishonchimi unchalik bo'lmaydi. Evet. Ve Türkiye cemiyetinde hammamiz bilamiz. Uyg'urlarni qo'llayotgan, hissdorchilik bildirayotgan bir kesim var, bir qism odamlar var. Bularmi ondan keyin bular bizningki Türkiye Cumhuriyetimizga ziyon bergan odamlarga deb ondan keyin yiroq turadigan ahvollar bo'lib qoladi. Xo'sh. Hammamizning esida bor balki Chechenyaniki odamlarmi Turkiyada shunday xavfsizlik bilan munosabatli xatolarni qilib qolg'achqa Turkiya xalqimi ularni qo'llamaydigan ahvol bo'lib qolgan. 99-2001gacha shunday vaqtlarda bo'lgan. Bu Uyg'urlarga bo'lib qolsa hamda Uyg'urlarning ishimi qiyin bo'ldi. Bu Turkiyada bunday bo'lgandan keyin bu Arab davlatlarida va Yevropa davlatlarida texmi oshno bo'ldi. Chunki Turkiyadagi ahvolni bir misol qilib oldi. Bir referans qilib oldi. Olgandan keyin o'zining ko'z qarashini to'liqlash uchun Türkiye'den olgan referanslarma yani ma'lumotlarma muhim bo'ladi. Bununla bir dikkat qilish to'g'ri keldi deb o'ylayman. Bu tashkilotlarningki reislari va shu muhojirga mas'ul bo'lgan amaldorlar jiq degan, ya'ni Xitoy pasporti bilan Xitoyga yoki boshqa davlatga bormanglar deb. Çünkü Xitoy pasporti bilan bir yerga berib qolsanglar, sizlarni qutqizish qiyin bo'ladi deydi. Xo'sh. Chunki Xitoy garajidan olgandan keyin boshqa davlat qo'l solamaydi bunga. Aralashamaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti muhojirlar nima bo'limi aralashamaydi. Boshqa davlatning tashqi ishlarini aralashamaydi. Shunga bu ishlatmanglar deb necha ta'kidlagan chaqalgan, ammo ba'zilari balki o'ng'aylik uchun, ya'ni viza olmayla kirib chiqsam deydigan yoki boshqalar berib kelibdi ishni bo'lmabdi deb ishni kirib chiqib qilayotgan bo'lsa kerak, ya'ni shuni o'ylab. Ammo Xitoyga ishonish zaten bir bir xatolik hamdi. Xo'sh. Shunga Xitoyga bu bardigan vaqtida shu ishonchlik masalani tekrar o'ylanish lozim deb o'ylayman. Xo'sh. Xo'sh. Ko'p rahmat, haqiqatan deganingizdek ish qilib. Onasi hamda shu Turkiyaninki shu doiralarininki bu masalada hassa qo'shganligini bildiribdi, xabarlarimi chiqdi inshaalloh. Turkiyaga tegishli hassa qo'shgan rahmat aytamiz, lekin Uyg'urlarning jiddiy diqqat qilish tegishli nurg'un ishlar bor bu masalada. Kaldın silkib o'tmasa olmaydigan. Oxirida hamda mashin ro'yininki ko'zni yo'qotilishiga kelsak, doktor, aslida o'tgan hafta to'xtalishimiz kerak bo'lgan bir tema. Lekin o'tgan hafta yig'in bo'lib qolganligimiz uchun to'xtalmadik. Shu 30-iyun Xitoy Kompartiyasi markaziy komiteti yig'inida mashin ro'yininki bizning vatanimizda 4 yilga yaqin vazifa o'tagan buningki andaq qilgan, mandaq qilgan bir muncha siz bilasiz buni. Bütün urug' tuqqanlarni qilgan, pari yegan, ig'ir intizom xiloflik qilgan degandek nimalar bilan buni ko'zni yo'qotganligini, partiyadan qo'g'lab chiqarganligini buni bildirib bu narsa qildi. Siz buni qana qaraysiz? Hozirgi ahvol qargan chog'da bu boyasiz degan o yo'lsizlikdan boshqa shu Shi Jinpingga bo'lgan sadoqatni ko'rsatmagan o'xshaydi qaraganda. Çünkü bununki şu nimada Guangzhou taraftan, Şinjan tarafta amaldor bo'layotgan vaqtida aralashgan aloqani do'stlarining bir qismi şu Shi Jinping menga sodiq emasga deb betaraf qilgan odamlar. Bununki aloqasi bo'lgandan keyin buni tekshirib qilganda bu men hozir bilmayman. Şu arka ko'rinishda balki Shi Jinpingga bu sadoqatni
köstənməyən bəzi sözlər deyilgən buluşu mümkün deb o'ylayman. Amma bu Mashinri shu Sharq Turkistonga kelgandan beri Xi Jinpingga bo'lgan sadoqatni qattiq ko'rsatgan. Yani Şinjan geziti degan geziti mayli Xitoycha mayli Uyg'urchada bo'lsin, har kun mushnunki shu markaz bilan birlikda harakat Xi Jinping markazga egashib shu 2 nima 3 nima 5 nima deydigan so'zlari bor bu. Har kun deydi yani. Xo'sh. Shuningga bu xalqlar bunda o'ylandida hamda bu Xi Jinpingning sodiq adimi o'xshaydi deb. Fakat bu arka planda Xitoyning shuna nimalar var bu ilmiy fikirleri. Arka planda başka ama altı planda altı görünüşte başka şekilde. Bo'lmasa Xi Jinping bunga ahamiyat berganligi nihoyatda aniq. Nereden ko'ramiz deganda Xitoy shu siyosiyonlar deylik, Xitoy siyosiyonlar ömür boyu tirishadigan martaba, seviye shu politbüro a'zosi bo'lish. Xo'sh. Yani daimi bo'lgan 7 a'zo va undan keyin bu soni o'xshamaydi. Bir qism, az bir qism insonlar bor, bular politbüro a'zosi bo'lalaydi. Bular Xitoyni boshqaradigan eng yadro kuchlardir. Bu seviyege kelish har qanday bir siyosatga aralashgan Xitoyninki kecha kunduz arzu qiladigan bir yer. Bu Şinjan'da, Guangzhou'da ming tirishib, ming nima qismi deylik, bu ülke reisi bulup da parti reisi bulup belki bir nima minister buluş mümkün ama hozirgi men degan politbüro a'zosiga devlet seviyedeki bir amaldor bo'lamadı. Ama shu Vanlachuandan itibaren Sharq Turkistonga avatgan partikom liderleri hammasiga shu politbüro a'zosi unvonini berdi-da. Shunga bu nima Mashinriymi shu Xi Jinpingninki ishonchlik adami bu boshqa buningmi darhol shuna imkonlarni bergan bo'ldi hamda. Xo'sh. Ama ming basmi diktatörlük bir tüzümde mayli sen yaxshi adam bo'l yoki eski adam bo'l. Yolsuzluk kıl, çiriklik kıl, nima yamanlık qilsan qil, muhim emas, ama sadık buluş muhim. Şununla Xi Jinping hozir hakimiyetni yurgizish uchun, hakimiyet hukukunu çin tutuş uchun etrafida o'ziga sodiq bo'lgan odamga ehtiyoj bor. Azroq gumon bo'lib qolsa, misolga rost bo'lmasimi, azroq gumon bo'lib qolsa, qo'g'laydigan, haydaydigan ishlarmi bo'ladi. Misalga Tashqi ishlar ministri Qin Gang degandek. Xi Jinping'ninki shu 3 martabani birdan atlab shu davlat konseyininki a'zosi va Tashqi ishlar ministri bo'lgan. Ama o yoqdan bu yoqdan to'yilgan gap so'zlardan tufayli bunimi nima oldirib o'tdi. Shunga o'xshash harbiylarda nurg'un generallarni oldirib o'tdi. Bo'lmasa o'zi generallikni bergan, o'stagan generallar bular. Yani bu hammamiz bilamiz Xitoyninki yo'lsizlik, chiriklik degan narsa şu nimadan, şu Dalto'dan itibaren merkezgacha bor. Ama mesele bu emas. Yani bayağı ben degandek sadık meselesi. Yani bu Mashinri bunu qilamagan bo'lishi mumkin. Halbuki bu Mashinri Xi Jinping'ninki ayoli bilan bir yaqinlik var. Bular o'xshash yurtdan kelgan. Hammasi Shandonlik, hatta gap so'zlarga qaragan chaqda Peng Liyuan bilan bu Mashinrininki atalari bir-birisi bilan tanishib, aloqani bir munosabatmi bor ekan. Shuningga bu Xi Jinping buni oldirayotgan qaragan chaqda bu Sharq Turkistonda siyosatni yaxshi qilamadi yoki yo'lsizlik qilib ketdi, ayol kishilar bilan aralashdi degan masala emas deb o'ylayman. Shu sadoqatni ko'rsatmay yoki
ilmiki oyun oynap, pek iliqa tez ösep ketgandan keyin o'zini bilmay qilib, og'zidan ishki romga ishchi bilib og'zidan gap qochirgan bo'lishmi mumkin deb o'ylayman. Xo'sh. To'g'ri, to'g'ri deysiz haqiqatan. Güzel bir cevap oldu. Köp rahmet, Allah razı olsun. Kıymetli fikirler Ben olsun. rahmet ederim. Tüyetken olsak. Rahmet sizge. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bu haftalik xabarimiz mishali oxirlashdi. Inshaalloh oldimizdagi hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.